Aziz görmən dostlar, yaxşımısınızlar? İzləyiş sağlam həyat proqramımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Proqramımız görmən dostlarımızdan hər xil kasallikə bolğan düşənsisini çoğunqurlaşdırış, kasallikning oldini olish və onu davolashqa bir kişilik töhfə qo'shishni asos qilgan sağlamlıq proqramısı. Proqramımızga Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq 3-cü xalq doktorxanası alayda yordam qilgan bo'lib, bu doktorxanadagi tajribasi mo'l kasbiy doktorlarni bizga bilim so'zlab berishga alayda o'rlashtirib berdi. Shu sababdan Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq 3-cü xalq doktorxanasıga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Xo'sh, undaqda sevimli do'stlar, aldı bilan biz bugungi programmamizning aziz mehmonini do'stlarimizga bir tanishtirib o'tsak, bugungi programmamizning aziz mehmoni Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq 3-cü xalq doktorxanası tashqi suyuqlik bo'limidan muavin mudir varaj Alimjon doktor. Xush kelibsiz Alimjon doktor, qarshi olamiz. Undaqda bugungi bizning bosh temamiz yana bizning börekki tosh tushish degan mush kasallik to'g'risida do'stlarimizga aldı bilan bir qisqacha tushuncha bersangiz. Bo'ladi. Endi şu börek taş düşüş deyimiz, yoki suduk yo'l taş düşüş deyimiz. Bu şu ma'lum sabablardan ko'pincha şu tug'im ba'zanlarniki şu suduk yo'lda g'ayirlik bo'lgan, yoki bo'lmasa şu bizniki turmush normal bo'lmagan turmush odatimizdan sabab bo'lgan, şu bizning böregimizga taş paydo bo'lib qoldi. Qisqacha tushunib bersak, şu börekda şu ma'lum sababdan taş paydo bo'lib qolsa, hatto taş paydo bo'lgandan keyin bir alomatlar ko'rinsa, bununla börekki taş düşkən kesil deb tushunib bersak bo'ldi. Undaqda börekki taş tushish kasalligining kelib chiqish sababi zodi nima? Men bilishimcha ba'zilar deydi o'yliqi suvni ko'p ichmay, uzun muddat suv ichmay turavergandan keyin yoki atiganda nashta qilmagandan keyin shu sabablar to'g'riliqmi shundaq börek taş tushib qoldi deydi. Endi siz bizga shu to'g'risida kasbiy bir tushuncha bersangiz. Ma'qul. Buniki siz degan bir sabab bor, sabab bu. Köpüncü sebep hem de köpüncü deyimiz bu börekteki sebepni, taş düşük sebepniki sebepleri her xil arаңыз buldu. Lekin buniki muqim bir iniq ama sebepten çoqum bunda taş düşüdü degan gap yok. Lekin mesela şu biz dayda dep çıkan şu bir sisi degandek suvni jiq iste'mol qilmasa, hatta hozir yosh bolalar mineral suv yoki qaynoq suvni jiq ichmay, bozordagi shu kola yengli olan jiqroq ichib qoldi. To'g'ri. Ichib qolsa, buningda bizning badandagi şu suyuqning quyuqligi ichib kelsa, taş asan paydo bo'lib qoldi. Bu bir sebep. İkinci sebep mesela şu bazen suduk yolda g'ayirlik ko'rinsa, suduk yo'lni tarish deymiz yoki boshqa sabablardan bo'lgan şu suduk ravon mamaslik bo'lib qolsa, şu taş asan paydo bo'lib qoldi. Yana bir sebep şu bizning jarronshen. Mesela chibinglar bo'lib qolsa, jarron pangshen ko'ngling deymiz. Çünkü jarronshen endi bir bazba shuniki şu ixtari normalsiz bo'lsa, Xalqansima bazdan yenidiki bazga shunday. Suduk bir neçtal baz bor. Shuniki ixtari normalsiz bo'lsa, bizniki badandagi şu kalsiyniki tangshash roli normalsiz bo'ldi. Unda vaqtida badandagi şu kalsiyniki taş asan, börekte asan taş paydo bo'lib qolgan şey qoldi. Qayta taş paydo bo'ldi. Shu börekdagi taş zodi bir sirti ko'rgan shu yo'ldagi tashga o'xshaydigan narsami yoki boshqa bir ilmitlardan birikkan bir narsami? Bu taşning turini so'zlab kelsak bekchiq, o'nda chiqil turi bor. Siz degandek şu biz operatsiya jarayonida doim ko'rsak, siz degandek sirtga ko'rgan tashildek tashli chiqadi, qashlichak tashli chiqadi, kesakdek tashli chiqadi, yumshoq har xil ariyanz tashli bor. Aş bedenin şekillenir. Miqdar o'xshamaydi. Ya vağandın ya iste'mol qilgandan keyin. Yo'q, uning bilan bevosita munosabatsiz. Munosabat yo'q. Xo'sh, undaqda biz yana davomli mushaqda to'xtalsak, buning cho'qim alomatlari bo'ldi shunaq, u börekki tash tushib bo'lgandan keyin har xil alomatlari bo'ldi. Mushu to'g'risida bizga azroq so'zlab berasiz. Bo'ldi. Endi bu tashniki shu o'rni qarash, o'rni o'xshamasa börek, suduk yo'l neysi, do'stimiz sada suduk yo'lda tash olib qolsa o'xshamagan alomatlar ko'rindi. Börekte olsa köpünç alamet görünmeydi. Lekin börekniki börek suduk yo'lga mang'dan yo'lda to'silib qolsa, börekte suv yig'ilsa, belimiz chinqilgandek beyaramchilik yuz berdi. Suv yig'ilish o'tirdan yenik o'tir darajada eg'ir daraja bo'lib qolsa, shu börek chinqilgandek alomatlar ko'rindi. Agarda bu tash börekte suduk yo'l neyasiga tushsa, o'ng taraf yo so'l tarafdagi suduk yo'l neyasini g'idiqlab, to'lg'angandek og'riydi. Bel, qo'saq bu taşның onun üstü kolunayız uzun emas mı? Üstü börek astı doğusunu tutuşudu. Üst tarafta olsa börek bilen tan koşulup ağırdı. Ast taraf köp kalsa bizden şu qo'saq taraf hatta şu bizningki üstü kol tarafımız bilen tan koşulup ağırdı. 8 kelgandek, taraf 40 kelgandek şu ağrıydı alametler ko'rdi. Hatta bu taş qo'zg'algan chog'da, og'rish qo'zg'algan chog'da ba'zanlarning ko'ngil ilishib yondirgan ishlar ko'rindi. İşte alametler buldu. Eg'iroqlari
kichik tarafdan qansiydi alan bor. İşte Demek kichik tarafdan qansiygendimi, shu börek taş düşdümü yo'q, shuni bir tekshirib beqish kerak ekan, shundaqmi? To'g'ri. Undaqda Alimjon doktorum shu börekdagi toshning shakllanish jarayoni qanday bo'ldi? Buni albatta biz sirtdan iste'mol qilmaydi ekanmiz, shunaqo badanimizning shakllangan. Undaqda shu shakllanish jarayonini ozroq so'zlab bersangiz. Men buni bir oddiy tushuncha bilan so'zlab beray. Badanda suv kamchil bo'lsa, bizning shu badandagi shu suvdekniki quyuqlashib ketadi. Buni manda tushunsak bo'ldi. Masalan, qiynoq choyni choynak qo'yib qo'ysak, oson dog'iy qilganga o'xshashlar, börekni oson dog'ilab, keyin toshga aylanadi. Tushunchalik bo'ldi. Undaqda shu börek tosh tushib qolgan ahvol ostida doktorlar bunga qarata qanday bir davolashni olib boradi? Hamda tosh tushib qolgan vaqtda mesela alomatlar ko'ringan chog'da boshda bu toshning o'rnini cho'qim tekshirib aniqlash kerak. Hamda bu tosh tushgandek avval men yuqorida o'tgandek to'yuqsiz og'riqlar ishlar bo'ldi. Bu og'rish nihoyatda hamda ching og'rish desak bo'ldi. Buning vaqtida boshda og'riq to'xtatamiz. Mana shu toshniki gumman, mana shu kasallikki özünlük alametli qarab, taş kuman, taş börek taş tushib qoldi deb kuman bo'lgan bo'lsa, mana shuni qarta og'riq to'xtatsak bo'ldi. Qonunga qarta diagnoz qo'yamdiq yoki bichoq qarta? Endi eng oddiy usul, endi ishlik usul bichoq. Bichoq börekdagi do'sindagi toshlarni aniq ko'gil bo'ldi. Lekin men suyda ko'l nazik toshni aniq ko'gil bo'lmaydi, chunki bizning 3 yillar to'silib olgan ekan, sal ta'sir bo'ldi. Lekin endi suyda ko'lda masalan suyda ko'l nazik kengirib suv yig'ilib olgan bo'lsa, shuni qartashmi börekte taşpada kuman qilsak bo'ldi. Yana bir tekshirish mana shu kichik tarafdan qon bormi yo'qmi? Chunki og'rish qo'zg'aldi, bizning kichik tarafdan mana shu og'rigan mana shu tarafda cho'qim. Hamda mana shu ko'zimiz ko'ramagan qandaymiz aynakda ko'p, mesela xungshi bor deymiz, qizil qondanchilar demdik. Shuningdan ko'rib fuqoag'il oldi. Mana shu bir og'riq, ikkinchisi mana shu kichik tarafdan tekshirib aniqlab bo'ldi. Yana birisi mana shu aniq o'qilish uchun hamda eng yaxshi usul hamda CT tushsak bo'ldi. CT tushsak toshning o'rni ham toshning o'zini aniq ko'gil bo'ldi. Bunda bo'lsa ham ko'nglimiz taqmak son bo'ldi, bu chaqda taqmak to'g'ri diagnoz qilib taqmak mana shu davolab saqat qilamiz. Undaqda shu davolab saqayish jarayonida dori ichish, operatsiya qilish degandek shunaq bir qancha turlar bo'linadi. To'g'ri. Mana shu toshda dori ichish o'qul bilan davolash deymiz. Buningmi davolashning o'ziniki sharti bo'ldi. Toshning o'zi 6 millimetrdan kichik bo'lsa, toshning o'zining tushish ehtimoli cho'ngroq bo'ldi suvda ko'ldinchi. Biz tarat orqali chiqib ketish ehtimoli cho'ngroq bo'ldi. Unda bo'lsa dori orqali mana shu suvda ko'lni kengaytirilgan dori, tosh tushirilgan dorilarni tang bersak, asaraq ishtirak bizning shu tarat bilan chiqib kelaydi. O'zigidan chiqib kelaydi. Agar tosh bunida yo'g'onib qolsa, 1 santimetr yoki zo'g'ara qo'yib qolgan bo'lsa, yana toshning o'rnini qaraymiz. Masalan, suvda ko'l naysi bo'lsa, hem de hazırlık tibacın bu sırşıda bedenin sırtını dolkunat deb taşını izgil buldu. Operatsiya emas, hem iştiklam taşını izbetse, parçalanıp ketse, hem taş iştik pastga tushib saqlaydigan gap. Yana bir semde biz degandek mana börekde yoki suvda ko'l naysining ma'lum o'rinlarda, masalan, cho'ng qon tomirlarining oldi yenik kelib qolsa, uning da bedenin sırt atqil olmasa, doğru ko'ldan tushib olmasa, bu chog'da naychi aynak ishlab, suvda ko'lni o'zimizniki tabiiy suvda ko'ldan kirib kesip qildigan operatsiya emas, tabiiy suvga ko'limizga kirib, toshni lazım orqali etib, paks ilib o'tkazildi. Undaqda demak, badan sirtida ayrim bir yara yig'isini shakllantirib, unda operatsiya qilishning o'rni yo'q-ku, asosiy jihatdan. Asosan yo'q. Demak, haqiqatan o'zigidan tushib ketilgan ahvollar bor ekan. Mening bir qancha do'stlarim aytadi degandek, börek tosh tushib qopti, doktor o'zigidan tushib ketish mumkin deb ashuna deydigan vaqtida hayron qolgandim. Undaq emas-ku desam, shunday ahvol keldi. Ham sizning og'zingizdan anglab texim ishandim. Shu börek tosh tushib qolgan ahvol ostida biz cho'qim baldiroq berib tekshirishimiz kerak. Chunki qancha kichik bo'lsa, uning saqaytish usuli shuncha yengil bo'ldi ekan. To'g'ri. Endi undaqda shu börek tosh tushib qolgan bemorlar odatda turmushda, oilada nimaga diqqat qilish kerak? Börekniki mana toshni ilish usuli hamda eng oddiy usul, hamda hammamiz qiladigan usul suvni jiq iste'mol qilib berish. Bizning mana shu qaynoq suv yoki mineral suvni jiq ichib bersak bo'ldi. Buningda bizniki mana dars so'zgan kunda tarat 2 kilo bo'lish kerak. Unda bo'lsa qaynoq suvni bundan jiq ichishimiz kerak. Uni da kerak biz doim shu bemorlarga taplaymiz 3 kilodek suv ichsa deb taplaymiz. Qaynoq suv ko'p ichib bersa, endi chaqalgan bo'lib tosh oson chiqib kelaydi. Undan boshqacha masalan yemeklik jihatdan yoki yemeklik jihatdan hamda bu abay biz so'zlab o'tgandek toshning har xil arangizi tarkib bo'ldi. Chiqqan toshni masalanga chiqarsa, toshning tarkibini bir tekshirib qila olsak, shuni tarkibiga qarab
Endiki ma şu yemeklikten dikkat kılınca bazalar tofu yesakmaydı, poğaça yesakmaydı. Neymiş ki onun tərkibidəki məlum bir maddənin bağlığı. To'g'ri. Badanniki o'zimizniki ma shu badan ma'lum tarkibi qarta bizning ma shu tozalab chiqishimiz nachar desak, ojiz desak bo'ldi. Shu sabablardan oson tashib qoldi. Unuqda şu börek taş düşkən bemorlarga muş ailada diqqət qıldıqan, məsələn, bulubmu hərəkət qilish jarayonida diqqət qıldıqan bir qancha nuqtalarni so'zlab bersangiz. Bo'ldi. Endi biz abay biz degandek ma shu suvni jiq iste'mol qilsak, endi lekin iste'mol qilganda karat yetib olsa qolmaydi. Shuning ancha muncha harakat qilib, mengib, chiniqib bersak, tashniki ma shu bizniki turib yurgankin, suvdek ma shu eg'irlik sababidan oson Beden sırtıqa badan sirtiga oson chiqib kelaydi. Hərəkət qılğanda demək, müştaq taxlab qılıb bəsəkmi buldu ikəndə? Taxlab qılıb bəsəkmi buldu. Bu hərəkətin bir qismi. Məsələn, taxlash müştaq çini qılğan adətlər bolsa taxlab qılıb bəsək buldu. Alimcan doktor, bayız siz qayta su degan so'zni bir qancha qaytim tilga oldingiz. Endi hozirgi jamiyatimiz qaraydigan bo'lsak, su ichish nurg'ulg'an kishilarga nisbatan bo'lsimi bo'lgan, bo'lmasa bo'lmaydigan. Bo'libmi, shu yosh do'stlarimizga nisbatan ko'pincha do'stlarimiz har xil mineral suvlardan boshqa, ta'mlik suvlarni ichishni, gazli ichimliklarni ichishni yaxshi ko'radi shundaqu. Hamda shuning bilan yana bizning shu yaqinqi jamiyatimizdagi yoshlarning ko'proq börek tashish kasali bilan munosabati bormi yo'q? Buning munosabati beklam cho'ng desak bo'ldi. Chunki hozir mana shu o'quvchilar, boshlang'ich o'tir maktab, hatto oliy maktabda hozir ko'pincha bolalar oila sharoiti yaxshi bo'lgan ekan, mineral suv ichishni yaxshi ko'rmaydi. Siz degandek gazli suv, tatli suvlarni ichib, ussizlik qondirdi. Badanda aslan suv kamchilik vaqtida yana buni tatli narsalarni ichsa, bizning mas'ulligimiz taqinbek quyoq olib ketadi. Quyoq bo'lsa, oson tosh paydo bo'ladi. Hamda tosh paydo bo'lish bir gap, yana bu uzoq muddat bunda turaversa, hatto börek zaiflashib ketadi. Şu aqibetini aytı çoğunkene. Doğru. Ama sunuq meselesi kelsek yaqından bu yan yana köpçülikning diqqatini tortyapti. Hem kishilarning engmi bir yuqori ko'tarilyapti. Buralarda biz kichik vaqtlarimizda masalan torba suylarini qaynatmasdan ichib olgan ahvollar batdi. Shunaqu. Hamda hozir mushu do'stlarimizmi bag'an sir engning o'sishiga agishib oilalarga har xil suv mushu suvlarni tozalaydigan yoki suvlarni suzadigan uskunlarni o'rnatyapti. Hamda sizningcha bu yaxshi ahvolmidi? Bu bir yaxshi ahvol. Chunki hozir bizning bizning shu Shinjong'niki suvlar ko'pincha qattiq suv deb deymiz. Bundan suvni jiq ichib qolsak, shu bo'libmi janubniki suvi taqamay qattiq bo'ladi. Mushu yerda bir so'rab olsam, qattiq suv bilan yumshoq suvning farqi nimada? Buniki farqi shu suvning ichidagi mineral moddalarniki ko'p ozligi. Mineral modda qancha jiq bo'lsa, suvningki tarkibi shuncha qattiq bo'ladi. Mineral modda yo'q bo'lsa, bizning degan shu chunjing shu degan shu mineral modda yo'q suv desak bo'ldi. Uni yumshoq suv deymiz. Unda bu odatda biz ichadigan mineral suv bilan yana bizning sap suvning ikkisini bo'libmi shu börek tash tushgan do'stlarimiz tavsiya qilmoqchi bo'lsak, cho'qim sap suv ichish kerak ekan shunaqu. Sap suvni qisqa muddat ichsak bo'ladi. Foydasi bo'ladi siz degandek. Lekin uzoq muddat iste'mol qilsak bo'lmaydi. Chunki bu sap suvning ichida har xil shu mikro elementlar, odam keraklik mikro elementlar yo'q bo'ladi. Uzoq muddat iste'mol qilgandan keyin ba'zan bizning badamizda mush moddalar kamchil bo'ladi. Kamchil bo'lgandan keyin har xil shu g'alit kasallar paydo bo'lib qoldi. Demak, Alimjon doktor so'zlab kelsak, yana shu suv, kunlik turmushimiz biz iste'mol qilgan gazli suv, ichimlik tatlı suvlarni cho'qim eng oz nisbatda iste'mol qilib, uning o'rniga qaynoq suv yoki mineral suv ichishimiz kerak ekan shunaqu. To'g'ri, badan suv to'liq bo'lsa, qaynoq choy bilan gazli ichimlik bo'lib qanday iste'mol qilsak bo'ladi. Lekin ularni ussizlik qondirish uchun ichsak bo'lmaydi. Shuning bu jihatda diqqat qilsak bo'ladi. Albatta bu yerda ekran oldidagi do'stlarimizga shuni eskartimizki, hargizmi gazli ichimlik va tatlı ichimliklarni mineral suv yoki bizning qaynoq suvga tang qilib uni o'rniga isitishga hargiz bo'lmaydi. Bo'lmasa nurg'ulg'an eg'ir oqibatdan keltirib chiqishimiz mumkin. Sevimli do'stlar, bugungi izlash sog'lom hayot programmamizning tunji sahifasi mush yerda oxirlashdi. Agar siz sog'lomlik haqida texmo ko'p bilim savodlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, undaqda izlash app detalini tushirib, bizning izlash sog'lom hayot programmamizni ko'rib olsangiz bo'ladi. Albatta, sevimli do'stlar, navbatdagi texmo qiziqarli va mo'l mazmunli sahifalarimiz davomli do'stlarimizning huzurida bo'ladi.
Qadrli görmən dostlar, yaxşımsızlar, görüb atqınınlar. İzdə Sağlam Hayat proqramımızın sağlamlıq təminləri səhifəsi. Mən riyasətçi dostlar, bu Məryəm Məmtimin. Bugün biz dostlarımızға sağlamlıq tamıq tayarlab berişkə ozuqşunas Maqsudam alım təklif qıldıq. Maqsudam alım kəgininiz qarşılamız. Rahmat. Ondaqda Maqsudam alım, bugün biz dostlarımızға yanıla yuqarı qan besim kasallikləri bemarlar iste'mol qilishga mos keladigan taomlarni o'rgatamiz. Ondaqda aldı bilan birinchi bosqichda dostlarımızға nima tamoq tayyorlashni o'rgatamiz. Bugün biz dostlarımızға Citu yani toxu paçqı kap tayyorlashni o'rgatmoqchi. Ajab yaxshi. Ondaqda eng oldi bilan ketarlik xurishlarni bir tunishtirib o'taylik. Bo'ldi, buning ketarli xurishlar toxu paçqı, onundan sir çiçeksə, yani şilanxua. Andan biz özümüz tayyorlab olgan alayda retseptlik Təmləndirgüç. Anadakı mavşansa ya, bunu ilqi körkəm çiraylıq çıxış üçün tayyorlab aldıq. Ondaqda Maqsudam alım, mən bir nərsini sorab ösəmiş, özümüz alayda tayyorlagan təmləndirgüçkə nimalarni qoşub tayyorlaganligimizni çoxum görmən dostlarınki belbaqısı bar bo'lishi mumkin. Ondaqda bir takrorlab o'taylikmi? Bo'ldi. Bizning do'stlarimizga o'rgatib atqanimiz ham sog'lomlik tamqi bo'lg'achqa ziyoda kuchlik tam, tangshigish, ziyoda mayda qo'rish degandek jihatlardan xoli bo'lish uchun özümüz oddiy retseptda tövəndəki mana qatimizga tuxum, muvafiq miqdar tuxum, andan keyin zira, aqsiriqni aralashtirib tuxum, andan keyin zira, az miqdarda suv, odatdagi un, ya'ni kraxmal un bo'lsa yaxshi. Undan boshqa tuz, andan zira qatorliqlardan tayyor qildik. Ha, undaqda bu bizning kunlik turmushimizda oson tepiladigan, shunaqla biz ko'p iste'mol qiladigan nihoyat tabiiy bir tamlantirgich bo'libdi, ha? Tabiiy. Buningda ziyoda boshqa bir alayda tam qo'shadigan boshqa xurishlar yo'q. Intayin tabiiy chiqadi. Qog'inni pishqandan keyin do'stlarimiz o'zi baho berib, iste'molga asosan o'zgartish qismi bo'laverdi. Bo'ldi, undaqda ketarlik xurishlarimizni bir tayyor qilib olamdik. Bo'ldi. Toxu paçqıga təmləndirgichning texmi yaxshi sinishi uchun pichoqda bir qancha yerlarga pichoq urib, yoki bo'lmasa tish qo'lg'ishda teshadigan narsalarda teshib ara-ara. Demak, bunday qilishimizdagi maqsad shu tamninki toxu paçqininki ichiga kirib kelishiga yordam berish uchun ekanda. Ichiga singib kirsin deymizda. Biz toxu paçqini kesib arasından pichoq urib tayyor qilib olgandan keyin tayyorlagan tamlantirgichning ichiga uzunroq vaqt silib tam kirgizamiz. Texmi bir-biriga singishib tamlik bo'ldi ekanda. Tamlik bo'ldi. Mana pichoqni urib bo'ldik. Endi buni tamlantirgichga solaylik. Toxu paçqini buningda mayda qo'rmidiqda, shunga yuqori qon besim bemorlariga nisbatan ziyoda mayliq bo'lib ketishdan oldin ola olamiz. Uning ustiga to'xu go'shtini maysiz yeri paçqini ishlatdik. Uning ustiga bizning mana bu tanlantirgan materiallarimiz-mi? Naydi tabiiy materiallar. To'g'ri. Buni biz endi ta'minlab bo'lgandan keyin alyumin qog'ozga o'raymiz. Dostlarımızın günlük turmuşumuzda toxu go'shti, qo'y go'shti, kalla go'shti qatorliq go'shtlardan ayrilanmaydi. Bu har xil hayvonot go'shtlarini aralashtirib iste'mol qilganda badanga kerakli oziq-ovqatlar texmi yaxshi so'mirildi, texmi yaxshi to'liqlandi. Endi Maqsudam alım toxu go'shtini tayyor qilib oldik. Endi mushu sayni, chechak sayni o'rab mana ketarli xurishlarning hammani alyumin qog'ozga o'rab tayyor qilib oldik. Endi biz duxovkamiz ozroq qizigan bo'lsa, buni biz asti 200 gradusda 30 minut atrofida pishirsak bo'ldi. Bo'ldi, undaqda duxovkaga savitaylik. Bo'ldi. Mana bizningki toxu go'shti kapimizmi tayyor bo'lib qopti. Mana alyumin qog'oziga yog'ib olgan shilanxua, ya'ni chechakchaymi? Shundoq suluq pishibdi. Buni avaldiq, endi toxu paçqini avalaylik. Mana Maqsudam alım bizning toxu paçqimizmi shundoq mezlik pishibdi, ha? Shundoq mana shilanxua, chechak saymi, o'ralma qog'ozda shundoq yaxshi o'zining suyida o'zi tamlanib pishibdi.
bo'pti. Bo'ldi ko'rman do'stlarimiz, undaqda biz ikkinchi bosqichimiz, ya'ni qo'shimcha tomoq tayyorlash bosqichimizga o'tib ketaylik. Mana ko'rman do'stlarimiz, ikkinchi bosqich, ya'ni qo'shimcha tomoq tayyorlash bosqichimizga kirdik. Maqsad ma'lum, ikkinchi bosqichda do'stlarimizga nima tayyorlashni o'rgatamiz? İkinci bosqichda biz do'stlarimizga bo'lsa, ya'ni palak so'g'isi tayyorlashni o'rgatamiz. Bo'ldi maqsad ma'lum, undaqda biz mushu bo'lsayninki, yuqori qon besim kasalliklari bemorlariga qarata qanday rol borligini do'stlarimizga bir tushuntirib o'taylik. Bo'ldi. Bo'lsa, ya'ni palak tarkibida har xil vitamin, undan sirt kalsiy, kaliy, temir qatorliq vitaminlar intayin mo'l bo'lib, ko'zni ro'shanlashtirish jihatda, qon to'liqlash, undan sirt qon besimini tuvallatish, qon tomirlarini tozalash jihatlarida roli alaydi yaxshi. Bo'ldi maqsad ma'lum, undaqda biz bu bo'say so'g'isimizni qanday tayyorlaymiz? Aldı bilan bo'say tarkibida çöp kislotasi mo'l bo'lg'achqa buni cho'qim qaynoq suvdan o'tkazamiz. Chunki buni qaynoq suvdan bir o'tkazayotgan vaqtda tarkibidagi çöp kislotasi chiqib ketish orqali badandagi kalsiyning so'mirilishiga bo'lgan to'sqinlikni tuvallaydi. Ha, shunda bo'lganda kalsiy badanga oson so'mirilganda. Bo'ldi, undaq bo'lsa, aldı bilan qaynoq suvni qaynatib olaylik. Bo'ldi. Qaynab bo'lgan qaynoq suvga bo'sayni solamiz. Maqsad ma'lum, bu bo'sayni qaynatgandan keyin bir xil çöp purqi chiqadi ekan-a. Bu bayqi çöp kislotasining purqi desakmi bo'ldi. Mana bir xil kuchli puroq hozir chiqib ketdi. Endi buni biz suzib avlaylik. Mana bo'saynimiz suzib avaldik. Bo'sayning qon to'liqlash, qon besimini tuvallatish qatorliq rollardan boshqa yana shangyo bilan birlashgan vaqtda buning ko'zga bo'lgan foydali roli texmi ro'shanlashadi. Shuningga ko'zga foydali bo'lish uchun do'stlarimizning shangyo bilan birlashtirib iste'mol qilishini tavsiya qilamiz. Bo'ldi. Undaqda biz ilib olgandan keyin bevosita shangyoni ustida qo'yganmizda, intayin az miqdorda, muvofiq miqdorda shangyo. Çünkü bu hammasi kunjutda yasalganki bir xil o'zining mizlik purqi, mizlik ta'mi bilan aralashganda yeyishlik bo'laverdi yana. Bo'lsa so'g'isimizni tayyor bo'ldi. Bo'ldi maqsad ma'lum, bugun biz ikkinchi bosqichimizdagi bo'say so'g'isi tayyorlash bosqichini tamomlab bo'ldik. Undaqda 3-bosqichimizga o'taylik. Bo'ldi. Mana ko'rman do'stlarimiz, biz 3-bosqichimizga kirdik. Undaqda maqsad ma'lum, biz 3-bosqichimizda yuqori qon besim kasalliklari bemorlar iste'mol qilishga mos keladigan qanday ichimlik sharbat turi tayyorlashni o'rgatamiz. Bugun biz do'stlarimizga mogo, tofu, sho'rb tayyorlashni o'rgataylik. Bo'ldi, undaqda eng avval ketarlik xurishlarni do'stlarimizga bir tunishtirib o'taylik. Bo'ldi, buningga ketarlik xurishlar go'sht yo'q, go'shtsiz. Mana ko'rib turganimizdek mogo, muvofiq miqdorda tofu, anandan keyin pashpiyaz. Mushu 3 xurish orqali bir oddiy sho'rb tayyor bo'ldi. Undaqda, ya'ni mushu xurishlar orqali tayyorlangan mogo, tofu sho'rbimizningki yuqori qon besim kasalliklari bemorlariga qarata qanday roli bor? Pashpiyazning rolini biz oldingi sonda do'stlarimizga tunishtirib o'tgan. Shundaqdimi bir ta'kidlab o'tsam, yuqori qon besim bemorlariga nisbatan qondagi mayni serish, shu orqali qon besimini tushirish, undan boshqa yana besimni pasaytib, shu ro'yi tushkunlikni davolashdimi? Pashpiyazning muayyan darajada foydasi bor. Buni bilib olsak bo'ladi ekan-a. Undan boshqa mogo biz oldingi sonlarda ishlatdik. Mogoning qanit miqdori, may miqdori to'van bo'lgan, ammo oqsil miqdori yuqori bo'lgan yaxshi yemaklik hisoblandi. Uningda har xil qo'rim tayyorlagandan sirt, yana sho'rb tayyorlasaqmi, intayin yeyishlik, ichishlik bo'ldi. Endi tofuning yurak qon tomir kasalliklarining oldini olish, qon besimini tuvallatish, rakka qarshi turish qatorliq rollar bor. Undaqda mushu 3 xurchimiz birlashganda yuqori qon besim kasalliklari bemorlarimizga qarata roli texmi yaxshi bo'ladi ekanda. Roli texmi ko'rinarli bo'ldi. Shun do'stlarimizga bu xil sho'rb tayyorlashni o'rgatmoqchi bo'ldik. Bo'ldi, undaqda birinchi qadamda xurishlarimizni to'g'ri tayyor qilib olamdik. Bo'ldi. Suyimizni qaynabdi. Undaqda mush xurishlarni hammani solay.
Maqsud amalım bununğa hech qanday boshqacha material qo'shmaydi ekanmiz-da undaqda. Azroqla tuz qo'shib o'tdimiz. Azroq. Tamlik bo'lishi uchun shundaq-ku. Az miqdorda tuz qo'shib olsak bo'ldi. Uningga mogoninki bir xil ta'mi kuchliroq chiqdi emasmi tofu bilan. Shuni bilan aralashgan vaqtda yana xil ichishlik bo'ldi. Bo'ldi. Mana Maqsud amalım bizningki mogo tofu sho'rpamizni tayyor bo'lib qopti. Buni usib olaylikmi? Bo'ldi. Buni usib ap bo'lgandan keyin zodi qandaqroq chiqqanligini bir tetib baqaylik ta'mining. Mana oddiy bo'lgan xurishlardan badanimizga foydali bo'lgan sho'rpa ichimliklarni tayyorlashni o'rgatdik do'stlarimizga. Qandaqdir har vaqt cho'qim go'sht bo'lishi kerak. Go'shtlardan keyin sho'rpa tayyorlay olmayman deb o'ylamasdan, shunga o'xshash har xil ko'ktatlardan, har xil tofu qatorliq mushtaq badanimizga foydali bo'lgan yemekliklardan sho'rpa tayyorlab iste'mol qilsimi, ya'ni bo'laverdi. Mana qadrli ko'rman do'stlarimiz, bugun biz yuqori qon besim kasalliklari bemorlari iste'mol qilishga mos keladigan sog'lomlik taomlaridan birinchi bosqichimizda asosliq tomoqdan to'qpachiq kop tayyorlashni o'rgatdik. Ikkinchi bosqichda bo'lsa do'stlarimizga bo'lsa so'g'isi tayyorlashni o'rgatdik. Uchinchi bosqichda bo'lsa do'stlarimizga ichimlik turidan mogo tofu sho'rpasi tayyorlashni o'rgatdik. Qadrli ko'rman do'stlar, izlash sog'lom hayot programmasining sog'lomlik taomlari sahifamiz bugun bu yerda oxirlashdi. Kelar safar programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.